Birinchi taassurot email. Bugungi kunda email kommunikatsiyasidan foydalanadigan insonlar qo'l ko'taramiz. 1, 2, 3, 4. Aha, ajoyib. 50%. Shuni biz harakat qilishimiz kerak yuqoriroq darajaga ko'tarishga. Nimaga? Chunki tasavvur qiling, biz aytamiz, to'g'ri, messenjerlar ko'p hozir. Gadjetlarda hamma joyda messenjerlar mavjud, har xil messenjerlar chiqyapti. O'zbekiston Telegram, WhatsApp, Koreyada KakaoTalk, WeChat и так далее. To'g'ri, bular juda qulay. Meni o'zim ham ishlataman. Har bitta qaysi davlat bilan ishlasam, o'shani messenjeri turadi. Dubay bilan ishlasangiz nimani ishlatasiz? Botimni ishlatasiz. Masalan, ko'p hollarda. Endi WhatsApp to'ppa-to'g'ri WhatsApp просто o'sha WhatsAppni ham blok qilib qo'yishgan, masalan, biz majbur bo'lamiz moslashishga. Aynan messenjerlar orqali ishlarni bitirish zo'r. Lekin birinchi kommunikatsiyani faqat. Lekin undan keyin kommersiya предложенияларni, tak? Qaysidir kelishuvlarni, shartnomalarni ни в коем случае messenger orqali yuborish mumkin emas. Ya'ni mana bu mobile applar orqali. Tasavvur qiling, eng опасный metod kommunikatsiya bu messenjerlar orqali almashinadigan ma'lumot. Kim bilandir kelishdingiz, aytdingizki, o'rtog'ingiz deylik, oddiy hayotdan misol qiladigan bo'lsak, men senga mana shuncha pulni berdim, menga Telegram yozib qo'y, oldim deb. $10,000 oldim deb yozib qo'ygin depozit. Bo'ldi, yozdi, bo'ldi, ko'nglingiz xotirjam, bordingiz, uxladingiz. Ertalab uyg'onasiz, уже сообщение yo'q, siz ham bloklangan bo'lishingiz hech gap emas. Masalan-da, oddiy misollar. Bunga o'xshagan kelishuvlar mingta bo'ladi. Va ular agar Telegramda qolib ketadigan bo'lsa, sizni holingiz voy, email orqali bo'ladigan bo'lsa bu narsalar. Emailni o'chira olamizmi? Yo'q. Email ketdimi, aytilgan so'z, otilgan o'q bo'ldi. Все. Mana bu juda muhim. O'sha uchun ham janoblar, iltimos sizlardan email kommunikatsiyasiga o'tishni boshlaylik. Bu bir. Ikkinchidan, agar siz xalqaro maydonda ish yuritadigan bo'lsangiz, обязательно email kommunikatsiyasidan foydalanishingiz shart. Ertaga investoringiz yoki qaysidir korxonaga siz chiqmoqchisiz. Uni dilerstwasini olmoqchisiz. Menga eksklyuzivniy dilerstvo ber deysiz. Boshqa deysizda, davay WhatsApp orqali gaplashamiz degan momentda o'zi siz o'zingiz reputatsiyangizni yerga urgan bo'lasiz. O'zingiz darajangizni tushirgan bo'lasiz. Ayni o'sha damda. Nimaga? Chunki butun dunyo biz siz tanib, hurmat qiladigan Yaponiya mutlaqo mobile applardan qochadi. Особенно delovoy kommunikatsiya vaqtida. Hamma narsa email orqali. Kirib keldingiz bir joyga, bo'ldi, yaxshi, kelishdik, email yuboring deydi. Buyuk Britaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari, butun Yevropa, Koreyadan bor KakaoTalk, lekin ular email orqali kommunikatsiya qiladi. Tak? Biz ham shu narsaga o'tishimiz kerak. Investoringizga agar siz emailingizni olsam bo'ladimi deb bitta savol berganingiz o'zi bor-ku telefonda. Уже sizni reputatsiyangizni yuqori darajaga chiqarib qo'yadi. Ничего себе deydi. Email kommunikatsiyasidan foydalanar ekan, на уровне человек. Человек понимает, он знает, что он делает. Degan xulosalarni qiladi miyasida. Ko'p hollarda bizni sizga ko'rinmagan detallar bizni reputatsiyamizni qurib qo'yadi.